Akalar fasadga bitta baho berib beringlar. 3D ko'rinishidagi fasadli plitalar endi devorlarga o'rnatilishda boshlanibdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijonda Gold Clinker mehmonimiz. Azizlar, birinchi bo'lib aytib o'tay, nima uchun bu fasadli plita rivojlanib ketganini. Sababi shunaqangi bardak holatdagi devorda, umuman suvoqsiz, g'ish holatdagi yoki eski uyda restavratsiya qilayotgan bo'lsangiz, hech qanaqangi suvoq, hech qanaqangi devorni to'g'irlash kerak emas. Shunday devor holatda turadi. Akalarimiz mana shunaqa yangi holatdagi devorga olib kelib berishadi. 3D ko'rinishdagi fasadli plitlar ishlab chiqarishni boshlanibdi deb showroomdan sizlarga ko'rsatib o'tgan edik. Ammo o'rnatilgan jarayondan ko'rsatib o'tilmaganida bugun sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz azizlar. Xudo xolasa fasadli plita narxlarini ham va mana shunaqa trend bo'layotgan fasadli plitalarni o'zingizlar ishlab chiqarib soqoq qilsanglar ham bo'ladi. Shular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Azizlar, ko'rib turganlaridek, bu yerda mokriy hamda oq qo'shash malochniy rang aralashtirib qilib berishyapti. O'zi kameraga ham ko'rinayotgan bo'lsa kerak, bu 3D holatdagisi xuddi облицовочный g'ish turgan holatga o'xshab ketadi. Bu narsa reka bilan qotiriladi. Mana burchadan bitta ko'rsatib qo'yasiz, reka. Buning ichiga xohlasanglar steklovata kirgizsanglar bo'ladi, ya'ni uteplit qilish maqsadida. Yangi uy qurayotgan bo'lsanglar, endi eski uy bo'ladigan bo'lsa, shunday mana qaranglar, devor qiyshiq. Eski uylar baribir endi to'g'ri bo'lmasligi ko'p ehtimoli bor. Shunga sovuq qilmagan uyda egasi ham bunaqa joylarda, bunaqa arada bo'ylarida sho'r chiqadi. Sho'r chiqadigan joylarga ham ayni shu eng zo'r variant menimcha. Va tagida sokoli bor. Sokolini ham o'ziga moslab ham qilib berishaveradi. Endi bu chekalar nimada bo'ladi desanglar, asosan tunkada qilib berishyapti. Hozir endi fasadni plitani tugatib, mana shunaqa chekalarini qilish jarayoni bo'lgan ekan. Biz hozir video olyapmiz. Biz video qilishimiz tugatganimizdan keyin o'sha mashinlarni yopishni boshlashadi. Qaranglar mana. Xuddi shunaqa tunka chekalarni yopib qo'yishadi. Bo'ldi, shu bilan devor bitadi. To'y qilayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa ham ayni muddo. Endi biz keyingi obyektga boramiz. Videoda oxirigacha tomosha qilsanglar, buni press formalari bor. Ya'ni xuddi shunaqa qoliplarni olib, o'zingizlar ishlab chiqarsanglar bo'ladi-yu. Xuddi shuni narxlarini ham aytib o'tamiz. Necha pul bilan ish boshlab olsa bo'ladi, nima kerak bo'ladi. Shuning uchun videoda o'tkazib yubormanglar azizlar. Biz ketdik. Azizlar, endi bitgan joydan ko'rsatinglar deganlar uchun mana bitgan joyga yetib keldik. Aka, bizga bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Mana bu obyektimiz 400 kvadratga yaqin ketgan joy. Xudo xohlasa sokollarni granit toshdan qilib qo'ygan edi. Fasadini biz keyin qilib berdik. Ha, birinchi sokol bitgan bo'lganda. Sokoli bitgan holatiga fasadni biz qilib berdik. Xudo xohlasa fasadlarini mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Klientimiz ochiqlikni xohlagani uchun однотонный oq toshimizdan mana qilib berganmiz. Uyimizga aylanpa holati 400 kvadrat ketgan. Bu nomi nima bu? Bu fasonimiz, bu yilgi trenddagi fasonimiz облицовочный g'ish deb qo'yilyapti bu. Xudo xolasa buni. Облицовкаga o'xshadi. Облицовочный g'ishga o'xshab chiqadi. Lazerdan cha farqi bor. Tashqi tomonini lazerli fasonda qilganmiz. Necha kvadrat taxminan? Taxminan 400 kvadrat atrofida ketgan bu uyimizga. 400 kvadratli joyimiz. Shunda mana shunaqa bitish holatigacha necha pullardan aylanadi? 1 kvadrat joyimiz 150 ming bilan 200 ming orasida bitadi. Uyda ichiga uteplit qo'yishiga qarab, qanaqa qiysha-mishaligiga qarab, ketadigan rekasiga qarab. Narx shunda. Hamma yo'q ichida shunda. Hamma yo'q shunda ichida. Usta haqqi hamma yo'q ichida shunaqa bityapti. Plitani o'zini necha pul qilib berasizlar? Plitani o'zlari bu toshlarimiz, oq toshlarimiz 75 ming so'mdan beriladigan toshlarimiz. Eng arzon necha pul bo'ladi? Eng arzoni 65 ming so'm. Ikkinchi sort toshlarimiz bor, ular 35 ming, 45 ming o'ziga qarab. Eng arzon shu 65 mingdan boshlanib ketadi. 95 ming, 100 ming so'mgacha u yog'i zakazga qarab qimmatroqlarni ham chiqarib bera olamiz. Tushunarli. Azizlar, mana ko'rdinglar, bitgan joylardan ko'pchilik so'rar edi. Demak, o'rtacha sizlarga 150 ming so'mlardan ham aylanishi mumkin ekan, holatga qarab. O'zbekiston bo'ylab dastavka bormi? Dastavkamiz bor, 50-50 kelishilgan holatda qilib beramiz. Keyin Gold Clinker mahsulotlar bizga ko'p savol tushyapti-da. Nimaga atrofdan ko'ra icha-picha qimmat deb turib savollar tushadi-da. Biz mahsulotlarimizni retsepti bo'yicha qilamiz. Hamma yo'g'ini gramiga qo'yib qilamiz. Shuni hisobiga atrofdan 1-2 ming so'm qimmat. Buni o'zimiz ham aytib o'tamiz. Sifatli ish doimo qimmat. Shuningdek, qoliplarimiz ham shuni singari. Qoliplarda ham o'zi qarang. Siz o'zingizdan ham so'rayman deyotgandim. Hozir dunyoda qaysi nuqtalarga qoliplarni Germaniyaga chiqardik, Amerikaga obrazitslarini chiqardik. Juda ko'p joylarga chiqaryapmiz. Rossiya, undan tashqari juda ko'p joylarga chiqaryapmiz. Qozog'istonda ham bor o'zi. O'zimizni Qozog'istonning Chimkentda Gold Clinker KZ desa chiqadi. O'zimiz Chimkentda o'zimning ofitsialniy ofisim bor. Filial bor.
Demak, o'rgam xuddi shunaqa fasadni plitani necha turi bo'lib ketdi o'zi? Hozir menda bir 60 xil turi bor buni plitkani. Lekin birinchi kelgan odam 20 kvadratmi, 50 kvadratmi qancha olishini bilmaymiz. Zakaz qilsa, hadovoy turlaridan beramiz. Shuningdek, облицовочный g'ish, lazerli fasonlardan beramiz. 3D yangilik haligi klientlarga zo'r yoqayotgan toshlardan qilib beramiz bularni. Shu bilan misol ishini boshlab oladigan qilib o'zingizlar yo'lga solib O'zimiz boshlab oladigan qilib, o'zini viloyatidan tushgan zakazlarni ham qilib beramiz. Keyin biz oldindan aytib o'tamiz klientlarga, vaqtida sirazi borsa yuk yo'q sizlarda deb haligi e'tirozlar ham tushadi-da. Bizni mahsulotlarimiz o'chirt bilan qilib beramiz. Tartibga qo'yib, mahsulotlarni 3 kundan 20 kun ichida toshlarini ham, qoliplarni ham yetkazib beramiz. Mayli. Qoliplar qarang, umuman o'zi qolip deganda mana shu qolip o'zi sizlar o'zingizlarni sinovlardan o'tgan necha yil zo'r xizmat qilib bera oladi? Hozir mana 9-yil ishlayotgan qoliplarimiz bor. Bu sexda rezinka qolipda, buni garantiya qancha deb so'radi, ishlatishga qarab. Biz o'zimiz ishlatgan, bizni retsept bo'yicha ishlasa qoliplar 10 yilgacha ishlayveradi. Agar vashim buzilsa 1 yilda ham, 1 yilda ham, 2 yilda ham, 3 yilda ham. Endi ishlatishni bilmaydigan odam 3 yil ishlatyapti o'zi. Yolg'on gapni keragi yo'q. Bizni sinovimizdan o'tgani mana bu 8-yil, 9-yilga qarab ketyapti. Hali shuncha yil o'zi ishlab chiqarmasdan bunga katta garantiya berilib bo'lmaydi. Hali mashinani baloniga o'xshaydi-da, ko'p kilometr 1 yil ichida ko'p bosib qo'ysangiz ko'p yediriladi, shuni singari-da. To'g'ridan. Endi sexga ketamiz, ya'ni qoliplar ishlab chiqaradigan jarayonga va plitalarni ham ishlab chiqaradigan jarayonga o'tamiz.